Ashura kunining ro'zasini tutishni unutmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kunining ro'zasi Allohdan umid qilamanki, bir yil oldingi gunohlarga kafforat bo'ladi deganlar. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ashura kuni ro'zasini tutib, odamlarni ham bu kunning ro'zasini tutishga buyurganlarida, sahobalar "Ya Rasululloh, bu kun Yahudi va Nasroniylar ulug'laydigan kun-ku" deyishdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh xohlasa kelasi yil 9-kuni ham tutamiz dedilar. Ammo kelasi yil kelmasidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etdilar. Ulamolarimiz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ushbu niyatlariga e'tiboran Ashura kuniga qo'shib bir kun oldingi yoki bir kun keyingi kunda ham ro'za tutmoq afzal deydilar.